Xo'p, hammaga salom. Tak, sizlar bilan bitta narsani proba qilib ko'ramiz. Ya'ni bu 3D Maxga taalluqli emas, no foydali deb o'ylayman, chunki kerak bo'lib qolishi mumkin. Вдруг yana дополнительный ishlarni nima desam bo'ladi? Дополнительный ishga qo'linglarni urmoqchi bo'lsanglar, misol uchun yana qo'shimcha pul topishga yana bitta yo'li nani bananani qanaqasi ishlatsa bo'ladi pul topish uchun. Endi men ishlatib ko'rmaganman, просто teoriya. Men sizlarga hozir bitta narsani o'rgataman, qilib ko'ringlar sizlar ham. Hozir birinchi men o'zim qilgan promptni rezultatini ko'rib chiqamiz. Men hali qilib ko'rmadim, mana sizlar bilan birga qilyapman. O'sha g'oya keldi. Ya'ni qanaqa g'oya? Marketplace'larda, ya'ni tam marketlar bor. Internet magazinlarda o'zingizlarni Instagramingizlarmi yoki bir narsa sotmoqchi bo'lsanglar yoki sotadigan odamlarga reklama yasab berish. Mana birinchi model yasab olaman. Ya'ni o'sha reklamada turadigan odam. GPT o'zi qatandib topadi, yasaydi. Приблизительно modelga mosroq qilib. Men hozir birinchi promptim o'sha modelga mo'ljallangan. Ya'ni aytganman, model bo'lsin, прическасы unaqa bo'lsin, unaqa bo'lsin. Birinchi promptda описаниесini yasatirasizlar GPTga. GPT menga misol uchun model kerak. Erkak kishi tam bo'yi 1.80, govda sportivniy, ko'rinish modellarniki, sochi bunaqa, ko'zi bunaqa, u описание qilasizlar. Ular sizlarga prompt GPT, ya'ni prompt generatsiya qilib beradi. O'sha promptni sizlar Nano Banana Proga tashlaysizlar, u bizga kartina generatsiya qilib berish kerak. Ya'ni o'sha promptdagi odamni, ya'ni personajni, o'sha personajni bizga rasm sifatida chiqarib berish kerak. Tak, men yana bitta prompt kopiya qilib oldim, Telegramimda edi. Shuning uchun bu joyni ozgina kesib olaman. Xo'p, bizning modelimiz tayyor. Ya'ni mana shu modelni biz kiyimlarimizni, misol uchun reklamasini deylik, kiyim sotadigan magazin. O'sha kiyimlar modeli bor. Kiyim rasmini jo'natadi bizga. O'sha rasmni biz bu modelni kiyintiramiz. O'shani kiyintirish uchun prompt yasatirganman. Ikkinchi promptimiz shu promptdan iborat. Ya'ni GPTga zaпрос tashlaganman. GPT menga prompt qilib ber. Ya'ni u prompt vazifasi menda bor odamga, ya'ni menda bor personajga menga yuborilgan rasmdagi yoki rasmda turgan kiyimni o'sha personajga kiyintirib ber deganman. Hozir ko'ramiz qanaqa bu promptni ishlab berishini. Ya'ni men rasmni skachasi olaman o'zimga. Сохранить. Рабочий stol qilamanmi? Короче, dokumentiga qilaman. Dokumentiga saqlash qilib oldim. Xo'p, endi qiladigan ishim bu rasmni olaman dokumentidan. Rasmni ham bu yerga qo'yaman. Chunki bizga primer kerak. Ikkinchi prompt qo'yayotganimizda o'sha rasmni qo'shimiz kerak. Modelimiz bor. Personajimiz bor rasmni. Keyingisi, misol uchun kiyim. Deylik. Mash kiyimni olaveraylik. Yo'q, bu kiyimda ko'p. Detal seçkim kerak emas, detallar ko'p ekan. Mana men kiyim zo'r. Xo'p, mana mash kiyimni skachasi qilamiz, сохранить изображение, тоже документы. Buni olaman. Buni shuni yoniga tashlayman. Mana ikkita primerim bor. Endi bu promptni biz ishga tushiramiz. Bu prompt ishga tushayotganda men sekin ikkinchi promptimni Telegramdan, uchinchi promptimni Telegramdan kopiya qilib olaman. Tak, uchinchi promptimni ham kopiya qilib oldim. Uchinchi promptimni vazifasi nima? Ya'ni GPTga qanaqa zaпрос berganman? GPT menga poster yasab ber. Ya'ni o'sha rasm, reklama uchun rasm posteri reklamniy bo'lsin dedim. Yoqda nima bo'ladi? Menda ma'lumot yo'qligi uchun o'zimdan qo'shib yubordim tam. Yoz, razmerlarni yoz dedim. XXL bu razmerlar bor. Skidka deb yoz dedim. Yana bir ikkita ma'lumotlarni o'zingdan qo'shib yubordim. Atak aniq ma'lumot bo'ladi. Mana modelimizni kiyintirdi. Ko'rdinglar? Model o'sha polniy bizda mamutdagi rasmdagi kiyimlar bizning modelimizda. Ya'ni buni hozir olib ishlatamiz. Xo'p, skachasi qolaman. Xo'p, xullas, aniq yozuvlar berishsa, yana unaqa magazinlarning o'zlarini razmerlari bo'ladi, material chidamliligi bo'ladi, nima materialdan qilinganligi shu ma'lumotlarni o'sha posterga yozib chiqsa bo'ladi. Ya'ni uni promptga berishingiz kerak, GPTga aytasizlar, "Men ma'lumotlarni bir burchagida yoz yoki mana bunaqa kattaroq ko'rsat." O'shalarni aniq bersanglar, u bizga prompt yasab beradi. Ya'ni o'sha model rasmini tashlaymiz. Mana shu modelimizni tashlaymiz-da.
и promptimiz turibdi, o'sha GPT qilib bergan, и o'shani generatsiya beraveramiz. Hozir bizga tayyor marketplace ga qo'ysa bo'ladigan poster yasab berish kerak. Ya'ni mana internet magazinga kirganingizda turadi. Kiyim chegirmada, misol uchun chegirmasi bor kiyim, mana bunaqa aksiyasi bor, razmerlari bunaqa, ma'lumotlar bunaqa. Bunaqa rasmlarni ko'pincha oldin Photoshoplarda qilingan, hozir endi ko'plar GPTga yoki shu bananaga o'tgandir. Ya'ni bilmayman. O'tishdimi yo'qmi? No, menga shunaqa g'oya kelib qoldi. Shu foydali tomoni bananani shu narsaga ishlatsa bo'ladi. Xo'p, ozgina vaqt o'tdi. Bizga poster tayyorlab berdi. Ya'ni sal savremenroq stilda ko'rishingiz mumkin. Endi menda ma'lumot kam edi, to'g'ri. Mana aytdim, razmerlarni yozdim, tam materiallar tipi salchadanroq, bunaqa, shularni ozgina ma'lumot berdim. O'shalarni kirgizdi. 50%, 50% chegirma hamma tovarga deb yozdim. Shu yozuv qilib berdi menga. Orqa fon pusto bo'lmasin dedim. Orqa foni ham takoy chiroyli bo'lish kerak dedim. Takoy sotiladigan kartina qilib berdi dedim. Vроде yomon chiqmadi. Endi yag'i o'zingizlarning fantaziyaligiga bog'liq. Har bitta so'zlarni, harflarni qanaqa yozishi, qizil rangda yozsin, qora rangda yozsin, 50% skidkani qayerda yozsin yoki logotip qayerda yozsin, shularning ma'lumotlarini aniq mana bu promptga kirgizsanglar, u bizga xuddi shu ma'lumotlarni chiqazib beradi. Mana shu rasmda cho'tki qilib generatsiya qilib beradi. Ma'lumot foydali bo'lgan bo'lsa, xursandman. Obuna bo'lishni unutmanglar. Asosan bu kanalda 3D Max va render haqida bunaqa ma'lumotlar endi yangi agar obunachi ko'rayotgan bo'lsa, bunaqa ma'lumotlar har doim chiqmaydi. Har doim qo'ymayman bunaqa ma'lumotlarni. Asosan 3D Max bo'yicha ma'lumotlar. Agar 3D Max ga qiziqadigan bo'lsanglar, vizualizatsiya yoki 3D sferasida obunasi o'rganmoqchi bo'lsanglar, bemalol podpiska qilib qo'yishingiz mumkin. Agar o'z sferada bo'lmasanglar, bu ma'lumot sizga foydali bo'lgan bo'lsa, просто like bosib qo'yinglar. И kommentariyaga o'zingizlarning fikrlaringizni yozib qoldiringlar. Hammaga rahmat.